Assalomu alaykum. Bugungi videomizda kompyuterni pameti, ya'ni hard disk drive HDDs haqida gaplashamiz. Ya'ni Winchester deyiladi, har xil nomlari bor. Bu asosan kompyuterimizdagi kino fayllarimiz, qo'shiq fayllarimiz, dokument fayllarimiz, o'zi umuman rasm fayl hamma Windows'imiz ham fayl bo'lib o'rnaydi, ma'lumot bo'lib, axborot bo'lib o'rnaydi. Har bitta narsamiz bitta axborot hisoblanadi. Bu axborotlarning hammasi kompyuterimizda saqlanib qoladi. Shu qayerda saqlanib qoladi degan savolga javob beramiz. Bu asosan Windda, ya'ni hard disk drive'da turadi. Ya'ni Winchesterimizda. Winchesterlarning turlari juda ham ko'p. Oddiy Winchesterlarimiz bor. Ular Wind bora shakllanib kelgan shu kungacha. ATA Windlar bo'lgan, keyin SATA Windlar bo'ldi, keyin mana bunaqangi notebookda kichkina Windlari bor, keyin SSD Windlar chiqdi. Oddiy bunaqa Windlardan ko'ra, SATA Windlardan ko'ra tezroq ishlaydi. Asosan bunda C disk qilib Windows uchun ishlatishadi. Keyin oxirgi yangi chiqqan versiyasi M2 va shunga o'xshash yangicha versiyalari chiqdi. Borgan sari har bitta soha rivojlanib boryapti. Mana bunga o'xshagan USB Windlarimiz ham bor. Bu ko'tarib yuradigan Windlarimiz, bular notebook ichida bo'ladi. Bu kompyuterimizda, prosessorli kompyuterimiz, ya'ni nastolnik kompyuterimiz ichida bo'ladi. Bu ham platani ichiga azuv qatirilgandek qatiriladi. Eng birinchi chiqqan eng mashhur Windlarimizdan birinchi bo'lib mana PATA, ya'ni ATA deyiladi, parallel ATA. Xo'p, shu eski Windlardan shu yeriga shlef ulanadi, plataga ulanadigan sim, mana pastdagi chapdagi ko'rib turibsizlar, shu yeriga ulanadi. Tepadagisi esa ATA pitaniya, tok yetkazib beradigan sim. Bu mana shu yeriga ulanadi. Ya'ni bu Windga tok yetkazib beradi. Xo'p, Windlarning ichi shunaqa bo'ladi. Bu Windimiz SATA Wind, ya'ni ATAdan keyingi yangi chiqqan SATA Windimiz shunaqa bo'ladi. Ichida temir disk bo'ladi, ma'lumotlar shu diskning ichida bo'ladi. Xo'p, buni ulanishi ATAdan farq qilinadi, simlari o'zgargan. Mana chap tarafdagi SATA pitaniya, o'ng tarafdagi SATA shlef, mana bu yerga tushadi SATA shlef. Xo'p, ko'rib turibsiz, SATA Windimiz ichi ham shunaqa, skop Windlarning ichi shunaqa bo'ladi. Endi ATA Wind bilan SATA Windning o'rtasidagi tezligini ko'rib chiqamiz. Mana SATA Windimiz ATA Winddan 175 MB/sekundga farq qiladi, tezligi ancha tez. Xo'p, keyingi Windimiz SSD nomi bilan chiqqan yangicha Windimiz, SATAdan keyingi chiqqan. Bu Windimiz SATAdan ko'ra ancha tez hisoblanadi. Uni ham ulanadigan joylari bir xil, SATA bilan bir xil, SATA shlef bilan SATA pitaniya ikkalasi bir xil mana. Teng. Xo'p, buning tezligi SATA Winddan ko'ra SSD Windimizning tezligi anchagina tez, 220 MB/sekund. Xo'p, shu SATA shlef tushadigan SSD Windimiz shu hisoblanadi. Bugungi hard disk drive uchun tayyorlagan darsligimiz o'ylaymanki tushunarli va foydali bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha